Assalomu alaykum qadrli YouTube ahli, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Backcraft ko'rishib turganimdan xursandman. Anchadan beri video qo'ymayotgan edik. Sheriklar bilan yaqinda qo'yib qolamiz. Bugungi videomizni qisqachasini tushuntirsam, biz bunda shaharda, qishloqdan kelib shaharda xullas ko'rsatamiz guruhlar bilan. Почти serialdek bu. Endi esa sekin boramiz. Lokatsiya orqali uyda topib olaman. Sheriklarim qishloqda keyin kelishadi. Hop. Chapga burilamiz. Mana shu joyga to'xtab tursak, aytda haykal bor ekan. Eshigini yopib qo'yamiz. Hop. Ana haykal. Jidilni haykali. Bu qaysi Jidil ekan? Jidillarga haykal qo'yadigan bo'lib qoldi bu shahar. Haykalcha ham bo'lmaydi, kattaligini qarang. Yomon katta ekan. Buni oldiga borsam почти mendan 200 ta, 150 ta menga o'xshaganlar ustimiz tursa yetsa kerak, balki yetmas. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'sh, mashinaga qaytamiz va o'zimiz binoyimizga boramiz. Xo'sh, lekin yomon ketdik. Mashina o'rniga bizga qo'ysa bo'lmasdi ekan haykalni. Yana bitta ko'rib endi ketsak ham bo'lsa kerak. Juda yoqdi-da mashina. Mashina qalin turishini oppoq qildi. Endi mashinaga o'tirib olamiz. Qanday ish? Drive. Mashinamiz zavod bo'ldi. Endi ketamiz. Mana shu binoni ko'rsatyapti. Mana shu chekkaga qo'yib turamiz. Daraxtlar tagiga salqinroq turadi. Eshigini yopib qo'ysak. Xo'sh, endi ketdik. Biz uyda hamma narsasini qo'yib qo'ydim dedi egasi. Adashmasam 6-etaj bo'lishi kerak edi. Sizlar sanab turinglar, nechinchi etajligini aytasizlar. Hop azizlar, 6-etajda ekan, o'zi eshigi ham ajralib turibdi. Ichiga kirishingizni svetni yoqamiz, o'zi yonib ekan. Bugungi sanamiz 25 ekan. 25-iyun. Hop, metga o'tirib patinkalarni yechib olamiz va o'rnimizdan turib aynalar ham boshqacha ekan lekin. Xo'sh, bu yerda esa balkon, ayetdan kattagina Jidil ko'rinib turadi. Turishingizda emas, turib balkonga chiqishingizda. Xo'sh, bu yerda ham svetofor bor ekan. Bu yerda kuxnya ekan, oshxona. Bu yerda choy ichar ekan. Bu yerda esa yuvinish joyi va tualet ekan. Mana shu yerga ham chiqamiz. Bu yerda balkon bor ekan yana. Menda o'tirib olib, betlarga qarab turadigan joy ekan. Aynan bitta bizga mana shunaqa ekan. Eshiklari почти bir xil, menda svet yonib, qolganiki o'chib. Betga ham, metga o'chib. G'alati ekan. O'chib o'raylikchi, bu yerga tushunmadim. Keyinchalik to'g'rilab olamiz. Hop, betga o'chirib qo'yamiz. Ana normalnikiga o'chirib. Bu
esa meni xonam ekan. Betim, kalendar, stol, aynak, karavot, mebel. Yuvinish xonasini oynakchasi bor ekan. Bu shkaflar ochilmayapti, bu yonmayapti. Xo'sh. Hozir ham ochiq turadi. Endi yondi. Xo'p. Hali yotishga yurdi. Adashmasam endi obed bo'ldi. Xullas mana shu ekan uy. Hech narsam yo'q, lekin qorn och. Choy ichalamizmi pechenye bilan? Qorinni aldab turamiz. Pichoqlar. Endi bu yerdan chiqamiz. To'xtanglar, men mana qasdim bet, bu yerda mana ajoyib. Xo'sh. Hozir hammasini mana shu bitta o'chirib qo'yapti. Buni buzamiz, keragi yo'q. Ana buzildi. Xo'sh, bu yerga 3-4tasinikidan bilmadim. Xullas nima shu ekan. Endi ketdik. Qo'ylarni ham ko'raylikchi. Bu uylar bo'sh. Xo'sh. Bu yerda yotoqxona. Bu yerda katta joy, bu yerda yuvinish joyi, bu yerda balkon. Mana mening uyim. Xo'sh, pul bo'lib qolsa bu yerda ham sotib olishimiz mumkin, azizlar. Xo'sh, endi o'zimiz uy yaxshiroq ekan. Bundan ko'ra biz bulardan keyin bombadan kirish ehtimoli bor, chunki qishloqda sheriylarim keladi. Bu bitta xona 2 kishiga, 3 kishiga yetish qiyin. Shu yerda o'tirarkanda osmonlarga qarab shunaqa gaplar ekan, tushib ketmay tag'in ketdim. Xo'sh, endi pastda shaharda mashinamni atrofimdagi dom-pomlarni ko'ramiz. Metikini yalab qo'ysa bo'lar ekan. Odam tushib ketsa oyog'i sinishi aniq. Hop, mana azizlar, yetib keldik. O'zi doim tushish tez bo'ladi. Hayotda ham mana misol uchun biron joyga uzoqroqqa ketasiz-ku. Mana shuni borishingiz sekin o'tadi, qaytishingiz tez. To'xtanglar, nimadir tiqayotganga o'xshayapti. Kimdir borga o'xshayapti. Xo'sh, cho'nta mashin garajga o'xshayapti, lekin bu shahar menga shubhali. Shu garaj bo'lsa sotib olishimiz mumkin pul bo'lganda. Dastanga ham bor ekan. Yopiq joy kerak bizga. Agar uni domni oldiga qurish mumkin bo'lsa, qurban olamiz. Bu mening mashinam. Xo'sh, endi buni sizlarga obzor qilib bersam, tashqariga chiqaman. Eshikni yopamizmi? Ochiq tursin. Chiroyli turadi. Xo'sh, mening mashinam Mercedes-Benz oq rangidan. Eski bo'lsa ham yaxshi, chiroyli. Nomeriga ahamiyat berishingiz mumkin. Oddiyroq, nomeri jo'rroq.
ichi mana adashmasam Mercedes-Benz 300 Tesla'ni ashliqi bo'lishi kerak. Hop, mana mashina ichi o'tirib ko'rsatishim mumkin. Mana ichi motorlarini ham eshitishingiz mumkin. Eshikni yopib qo'yamiz. Xullas azizlar, bizning videomiz ham tugaydi qoldi. Agar ikkinchi qism chiqishni xohlasangiz bizga podpiska bo'lib qolishingiz mumkin. Niyat yonarkan u chalg'imaymiz. Xullas ikkinchi qism tez orada chiqib qolishi mumkin. Agar ikkinchi qismda nima qilamiz desanglar, uy sotib olishimiz mumkin, garaj yo bo'lmasa bitta oshxona, kafe ochib olishimiz mumkin. Sotib olib yo bo'lmasam ana Jitilni kallasini uchiga chiqamiz. Mana ham taxmin. Ikkinchi qismda Jitilni tepasiga chiqamiz. Azizlar, xayr, sog' salomat bo'ling. Ikkinchi qismni ko'rishguncha. Xayr.